G'iybat inson qalbini qoralaydigan og'u. Inson og'zidan chiqqan har bir so'z energiya. U yo nur bo'lib yorug'lik olib keladi, yoki soya bo'lib hammani o'rab oladi. G'iybat so'z quvvati orqali qalb nurini o'g'irlaydigan eng og'ir va eng kuchli salbiy odatlardan biridir. Psixologiya nuqtai nazaridan g'iybat bu ichki qoniqmaslikning belgisi. Boshqalar haqida gapirish orqali inson o'zidagi bo'shliqni to'ldirishga harakat qiladi. Shuning uchun g'iybat faqat boshqalarga emas, avvalambor o'zingizni ruhingizga zarba beradi. G'iybatni eshitgan miya ham, aytgan til ham ifloslanadi. Neyropsixologiya shunday deydi: miya aytilgan har bir so'zni real tajriba sifatida qabul qiladi. Agar siz birovning kamchiligini gapirsangiz, miya buni sizning hayotingizdagi voqelik sifatida qabul qiladi. Shuning uchun g'iybat aytayotgan inson asta-sekin o'sha kamchilikni o'zida ham ko'ra boshlaydi. G'iybat ruhiy zahardir. U insonning ichki tinchligini, ishonchini, hayot barakasini sekin-asta yemirib, kemirib boradi. Qalbda mehr o'rniga husumat, zavq o'rniga qiyoslash, xotirjamlik o'rniga beqarorlik joylasha boshlaydi. Kitobiy ma'noda aytganda g'iybat qalb oynasiga tushgan g'ubordir. U tosh bo'lib qolsa, hech ham nur o'tolmay qoladi. Har gal biz birov haqida yomon gapirsak, ruhimiz bir bo'lagi uzilib, bo'linib chiqadi. Sekin-sekin shunday holatga kelamizki, o'zimiz ham kimligimizni unuta boshlaymiz. Shuning uchun avliyolar shunday degan: boshqalar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, uning so'zsiz ikki yuzi bor. Biri sizning qalbingizga yoziladi, ikkinchisi uning taqdiriga. G'iybat qilmaslik bu faqat axloqiy emas, psixologik ozodlik belgisi hamdir. Siz g'iybatni to'xtatgan soniyada miyangizda energiya saqlanadi. Qalbingiz yengil tortsa, hayotingizda baraka ortadi. So'z sizning nuringiz yoki soyangiz bo'lishi mumkin. Qaysi birini tanlaysiz? O'sha sizning haqiqiy yuzingiz bo'ladi.